Ma'lumki, Farg'ona viloyati meva va sabzavotlar eksportida respublikada yetakchilardan. Sohaga qaratilayotgan e'tibor va yaratib berilayotgan imkoniyatlar samarasi o'laroq viloyatda eksport imkoniyati yil sayin ortmoqda. Buni raqamlarda ham ko'rish mumkin. Misol uchun, Farg'ona viloyatida 2023-yilda 220 million dollarlik meva va sabzavotlar eksport qilingan bo'lsa, 2024-yil bu ko'rsatkich 327 million dollarga yetkazilgan. Dunyoning 40 ga yaqin davlatlariga Farg'onaning unumdor tuprog'ida pishib yetilgan meva va sabzavotlar kirib borgan. Farg'ona viloyatimizda 30 ga yaqin qadoqlash korxonalari mavjud va bundan tashqari 10 ga yaqin qadoq ishlab chiqaruvchi, gofra kardon ishlab chiqaruvchi korxonalari mavjud hozirgi kunda va bundan tashqari respublika miqyosida ham qadoq gofra kardon ishlab chiqaruvchilar sonini kengaytirilyapti. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi, O'zbekiston eksportchilar uyushmasi hamda O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi hamkorligida Farg'onada o'tkazilgan meva-sabzavot mahsulotlari eksporti hajmini oshirishda zamonaviy qadoqlashning o'rni mavzusidagi ochiq muloqotda ana shu kabi natijalar alohida qayd etildi. Unda soha vakillari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanuvchi korxona rahbarlari, dehqon fermerlar va tadbirkorlar ishtirok etdi. Bizda masalan yashil korzinkalarda borgan mahsulotlarda borgandan keyin Rossiya davlatlari, boshqa davlatlari u olatda boshqatdan o'zini zamonaviy qadoq idishlariga solib, tan narxini qimmat sotishlikka erishyapti. Gilos mahsulotlarini masalan gofra kardonlarda chiqarilyapti, 6 dollar, 7 dollargacha o'zimizda ham sotilyapti. Shu gofra zamon talablariga javob beradigan qadoqlangan idishlarda. Farg'onada juda ko'p tadbirkorlar shunaqa arab davlatlariga, Rossiya davlatlariga, Xitoy, Koreya boshqa davlatlarga gofra kardonlarda eksport davom etib kelyapti. Yanada kuchaytirish uchun o'zi tajribalaridan kelib chiqib maslahatlarini beryapti. Bu xalqimiz, dehqonlar uchun, tadbirkorlar uchun juda foydali bo'lyapti. Dunyo bozori talabchan. Eksport qilinayotgan meva va sabzavotlar sifati asosiy o'rinda tursa, mahsulotlar qadog'i, yorlig'i ham ularni import sifatida qabul qilayotgan mamlakatlarda alohida ahamiyatga ega. Bugunga qadar yurtimizdan xorij bozorlariga chiqarilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'zimizning oddiy yashik va shu kabi idishlarda yetkazib berilardi. Bu esa mahsulotlar tan narxiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmagan. Bugun dunyo bozoriga uning talablari asosida kirib borish maqsad qilinmoqda va bu borada dastlabki qadamlar tashlandi ham. Bu jarayonda yurtimiz bog'bonlari hamda eksportyor korxonalarning oldida turgan muhim vazifalar ochiq muloqotlarning asosiy mavzusi bo'ldi. Albatta, o'sha gofra qutilar, qadoqlar ishlab chiqarilgandan keyin bu o'z-o'zidan o'sha mahsulotimizni sifati yaxshilanishiga olib keladi va albatta mahsulotni tan narxi yuqoriligiga. Misol uchun aytaylik, taxta yashiklarda yoki korzinka yashiklarda mahsulotlarimizni Rossiya davlatlariga 1 dollar yoki 2 dollardan sotayotgan bo'lsak, agar biz gofra kardonlarda o'sha mahsulotlarimizni chiroyli zamonaviy qadoqlarda eksport qiladigan bo'lsak, mahsulotimizni narxini 2-3 barobar qimmatroq sotish imkoniyati mavjud bo'ladi. Tadbirda meva-sabzavot mahsulotlarining eksportini kengaytirish, sifatli qadoqlash hamda ularni eksport qilishda O'simliklar karantini va himoyasi agentligining agro ko'makchi mobil ilovasida yaratilgan qulayliklar hamda undan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar berildi. Nazorat organlarining mutaxassislari tomonidan meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishdagi talablar o'z yo'nalishlari bo'yicha tushuntirildi.